Qachongacha musulmon hojatxonaga kirib o'zini axlatini ko'rib o'tiradi? Bo'ldi, o'sha unitaz chashagellik qilib hojatxonalarni qilish kerak. Musulmonlar uyida hammom yo'q. Polda ochib cho'milyapti hozir. Hammom qurish kerak. Bugun endi rivojlangan paytda ayollarimiz jomda kir yuvib o'tirishi bu pozor erkak kishi uchun. Hozirgi kunlar pozor. Men shuni deb bilaman. Ishlatmasin zo'r telefon, kiyinmasin zo'r, minmasin mashina. Lekin uyda onasiga, xotiniga, singlisiga, opasiga sharoit qilib qo'ysin. Oshxonani o'nab qo'ysin. Hammom hojatda o'nab qo'ysin. Sharoitni qilib bersin. Hozir o'ylang, 21-asr o'sha tugab 22-asrga o'tyapti. Eng rivojlangan zamonda yashayapmiz hozir. Texnika rosa pikiga chiqdi. Shuna paytda xotinlarimiz jonda kiriyam. Polda ochib cho'miladim faqirda so'z. Oshxonada